Mana lini ko'rib, nomerini bitta zo'r ideya tug'ildi bor-ku, maza qilib LED. Agar siz sohangiz bo'yicha nomer terdirganingizda, agar oshpaz bo'lsangiz, osh deb yozdirgan bo'larmidingiz? yoki bekorchi bo'lsangiz, demak, bek deb yozdirgan bo'lar ekansiz. Bular yorib yuborgan ekanlar. Bular LED ekran ishlab chiqaradigan zavodning mashinasi ekan. Yozib qoldiring kommentga, siz sohangiz bo'yicha agar nomer terdirganingizda nima bo'lardi 3 ta harfi? Voy, LED ekranlarning bunaqa ko'p assortimentini men hali ko'rmagan edim. Eshitishim bo'yicha O'zbekistondagi eng katta LED ekranni shunaqalarga o'zlari qo'yibdilar. O'shaga faqat mana shunaqa katta go'zabeklar qo'yasizlarmi yoki kichikroq joylarga ham qo'yasizlarmi? Yo'q, klient hoshidan kelib chiqib 1 kvadratdan tortib 1000 kvadratgacha ham qo'yib beraveramiz. Katta stadionlarga, mana aeroportda ham ko'rdinglar, hozir qanaqa o'zgarib ketdi. Hammasiga shunaqalarga o'zlari qo'yib beribdilar. O'zi necha yildan beri shunaqa shug'ullanasizlar shu soha bilan? Bu sohani boshlaganimizga 22 yil bo'lgan. 22 yil bo'ldi. 22 yil oldin student paytimiz boshlagan. Gap yo'q. 22 yildan beri aynan shu sohaning ichida bo'lgandan keyin endi tasavvur qiling, buni har bitta xato kamchiliklar ustida ishlab shu darajaga kelishgan. Orqada katta zavodligi ham bor ekan. Hoji aka, agar sizga siz xohlagan kvadrat, xohlagan sifatdagi LED ekranlar kerak bo'lsa, arzonidan tortib qimmatigacha, kichigidan kattasigacha hammasini sizga yasab berishar ekan. Bilasiz, hozir biznesda aynan LED ekransiz qilish xato bo'lib qoldi. Ya'ni sizni bitta ko'rganda LED ekraningiz qanchalik katta bo'lsa, demak buni biznes kuchli ekan, shunga mos LED ekran qo'yish deb yana rivojlanib ketyapti. Mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zlariga murojaat qilaverasizlar. O'zligi borib, o'lchab, razmer olib, xullas o'rnatib, garantiyasi bilan, garantiyalar bilan qilib beramiz. Necha yil garantiya beramiz? Garantiya 1 yildan 5 yilgacha beraveramiz ekranga qarab. 2 yil oldin O'zbekiston bo'yicha eng kattasini qo'yganmiz Samarqandga. 200 kvadrat bitta to'yxonaga. Bitta to'yxona pulni qo'lini Samarqandga qilgansiz. Samarqandga qilingan. Samarqandda o'zi pul ko'p, birinchilardan qilishadi. Eshitib hayron qoldim. Ertaga 800 kvadratlik LED ekranni o'rnatib kelishibdi. Mabodoga hamma biznesmen yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Keyin ham buni qarang. Platani o'ziga UzLED deb logoligini tushirishgan. Xitoy o'zida eng sifatli mana shu lampochkali platalarni yasattirib olib kelishadi. Shuning uchun ham qo'rqmay garantiya berishadi-da. Bundoq qaraganda LED ekranlar pashti hammasi bir xil ko'rinadi, lekin hammasi yaqindan kelganda bilinadi. Mana ham eng sifatlisi Fiber Pixel deylarga deyarli televizordagi qaralmasagan ham uyda tursa ham. Uzoqdan qarang, rostdan tiniq narsaga o'xshaydi, lekin hammasi yaqin kelgandan keyin boshlanadi. Bu 8 pikselli deylarga yaqindan katta tochka olib ketadi. Bu baland joylarga, uzoq joylarga qo'ysa, tiniq bo'lib ketaveradi. Faqat narxi arzonroq bo'ladi. Mana misol uchun 5 piksellik. Bu yana ham maydalashgan pikselni ko'ryapsizmi? Mana bukiladigan LED ekranlar ham chiqibdi-da, o'zligida bor ekan. Keyin buni ko'ryapsizmi? Aynan mana shu stadionlarning chetiga uzun qilib berishadi-yu, o'shanga qilib berishgan ekan. Tepasi dubaylislik kelib urilganda qarrasiga urilib boshini yormasligi uchun. Agar sizga u obyektdan bu obyektga ko'chirib yurish uchun LED ekranlar kerak bo'lsa, mana shunaqa taxlanadigan xillari ham bor ekan. Mana bunaqa idishi ham bo'lar ekan-da buni. Xohlagan joyingizga bemalol olib borib olib kelsangiz bo'ladi. Qarang, juda katta ofli va juda ham arzon, birinchi qo'l, xullas nomer adilladan bo'ladi. UzLED kompaniyani menimcha o'sha LED sohasidagi hamma odam biladi. Mabodo siz bilmasligingiz mumkin, profilini qoldiraman, aloqaga chiqasiz. Profiliga o'tsangiz, boshqa yana har xil ma'lumotlarni qilishgan obyektlarni ham ko'rsangiz bo'ladi.